Jangchi. Badaviy tarixiy asar. On 15-ci qism. Raqib ustoziga hayron bo'lib qaradi. To'g'ri, ketishimiz kerak. Şimdi bir oydan buyon Musa alayhissalom raqibni Baytul Maqdisga opirib qo'y deyotdi. Agar bugun ketmasak, seni Baytul Maqdisga emas, halbuki seni tog'larda kuzatishga to'g'ri keladi. Tayyorlangan. Bularning hammasini uxlaganda kiyib ol. Adbo raqibning oldiga bir bug'chini asta qo'ydi. Muhofizachilar uyquga ketdi. Atrofda o'ncha saqchi tinimsiz aylanib yuribdi. Mahbuslar uxlash uchun yotgan. Mash'allar yiqilgan edi. Yo'ruqliq bo'lsa, har qanday harakatni ko'rish uchun yetarlik edi. Raqib beshiga qo'yib yotgan bug'chini elib, ichiga qaravidi. Saqchilar kiyimi va savuti barliqini ko'rdi. Raqib yotgan joyida savutni kiydi. Keyin nafsini yutib, ustozi Adboning ishorasini kutishga boshladi. Tilidagi bir duo qalbida ham jaranladi. Allohim, ustimizdan sabr yomg'irlarini yog'dir. Qadamlarimizni mustahkam qilgin. Bizni kofirlar ustidan g'olib qil. Uningga bu duoni zindonda Adbo o'rgatgan edi. Adbo ilgirki payg'ambarlarning kofirlarga qarshi qilgan urushlari haqida hikoya qilib, Alloh o'zining izni bilan tavhid yo'lidagi kichik qo'shinlarga kufrning katta lashkarlari ustidan katta g'albalarni ato qilgan. Shu vaqtda Allohning yo'lidagi bandalar Allohim, ustimizdan sabr yomg'irni yog'dirgin. Qadamlarimizni sabit qilgin. Kofirlar ustidan g'olib qilgin deb duo qilgan. Senmi shularga o'xshash duo qilgin degan edi. Hozir ham raqib bu duo bilan Robbisiga yalvoradi. Shu paytda saqchilardan biri u yotgan yerga kelishga boshladi. Raqibning yurak so'qishi tezlashdi. Saqchi yaqin kelib uningga buyurdi. Mahbus, raqib, orqamdan mang. Bu ustozi Adbo edi. Raqib tez turib uningga ergashdi. Adbo raqibga pichirlab, "Oldirma, xuddi saqchilardek mahbuslarni sanabma", dedi. Ondan keyin qo'shimcha qilib, "Ana avu daraxtning orqasiga hojatdan qistab qolgandek bo'lib o'tgin. Sal yiroqda yaralangan ot bor. Shu yerda ko'rishimiz." U yerga tushib, raqib atrofga qaradi. Osmonda oy ko'rinmaydi. Uzoqdan shivirlab eqiyotgan suvning ovozi anglanadi. Raqibning yeniga Adbo yetib keldi. "Ma, qochamiz", dedi-da, ikkisi dala ichidan g'arb tarafga otni yetilab ketishdi. Tongga yaqin daladan chiqib dahshat boshlandi. Tuproq oq va qum aralash edi. Yantoq to'saq kabi o'sib yotadi. Mashriq yurishga boshlaganda orqada otliqlar ko'rindi. Ular ikki mahbusning qochqanligini sezib, otning tuyoq izini bo'ylab kelgan edi. Ustoz va shogird otlarni yana urishdi. Bir soatlarda quyosh chiqdi. Otlar bak charchab ketgan bo'lsa-mu, to'xtash niyati yo'q edi. Atrof ochiq bo'lib, ko'zga ko'rinmay ketish tas edi. Adbo to'xtadi. Raqib ham otning yugunini tortib, ustoziga savol aralash qaradi. "Menga Musa alayhissalom raqibni Baytul Maqdisga yetkazib qo'y degan. Biroq birga borgin demagan. Balam, Baytul Maqdis shu tarafda. Albatta Allohning izni va yordami bilan borsa, men mushu yerda qolaman. Mening safarim tugadi", deb Adbo otdan tushdi. Raqib ham yerga sakradi. "Mening etimni o'zing bilan elib ketgin", dedi Adbo otning chulvirini raqibga tutqizib. "Charchiganda almashtirib mengin. Qurol yaroqlaringga doim diqqat qil. Allohning zikridan g'ofil bo'lma. Baytul Maqdisda qiladigan ishingni Alloh o'zi sana bildiradi. Borgin",
sizni qandoq tashlab ketaman? Raqibning ko'zidan yosh taramlab eqiyotdi. Rabbimning huzuriga boradigan vaqtim kelgan o'xshaydi. Sen meni Rabbimga qoldirib ketyapsan. Barg'in, dedi Atba. Raqib ömrüde birinci qatim ustozini bag'riga qattiq bastida tizdan o'rilib etiga sakrab mindi va Allah mu'minlarga rahim qilg'ushidir. Uningdan boshqa iloh yo'q deb vaqirdi-da qamchisini havoda o'ynatdi. Raqibning kaynidan qarab kulib qoldi-da Atba kamolni elib tayyor turdi. U kelayotganlarga qaradi. Baytul Maqdis Şammil aleyhisselamның yo'liga ko'z tikmoqda edi. Va'da qilingan mo'jiza hamma odam uchun qiziqadigan ish bo'lib qoldi. Quyosh ikki nayza bo'yi ko'tarilganda yig'ilgan odamlarning soni 100 mingga yetdi. Yaqub aleyhisselamның kenji o'g'li Bunyamin avlodidan bo'lgan qo'y boqadigan Talutning podshohlikqa tayinlanganlik haqidagi gap so'zlar bir kechada hamma yerga tarqaldi. Talutning podshohligi Allah'ның bir mo'jizasi orqali isbotlanish xabari eng tez sur'atda odamlarni bu yerga elib keldi. Shammil alayhissalom Talutning yaqinlari bilan kirib keldi. Shammil alayhissalom kirib, "Ey Banu Isroil, Alloh taolo Talutni sizlarga podshoh qilib tanladi. Uning isbotini albatta Allohning izni bilan ko'rsizlar." Shammil alayhissalom ko'zlarini osmonga qaratib, Allohga tasbih hamda va takbir aytishga boshladi. Osmonni kuchli ovoz qopladi. Qaraslagan, charaslagan ovozlar bir necha qatim yangradi. Atrof yo'rib ketdi. Odamlar qiyochiya ko'tarib yerga yiqildi. Shammil alayhissalomdan boshqa yiqilmagan hech kim qolmadi. Osmondan kelayotgan dahshatlik ovoz hammaning put-qo'llarini jonsiz qilib qo'ygan edi. Hamma her tarafga qechishni xohlaydi-yu, biroq put-qo'llarida madori yo'q edi. Ovoz to'xtadi. Odamlar qo'rqib turib, asta boshlarini ko'tardi va qalbidagi titrak texmi ziyoda bo'ldi. Osmondan ulkan sanduqqa tushib kelayotgan edi. Sanduqning ikki tarafidan ikki nurli halqa ko'tarib olgan edi. Sanduq pasaygan sari nur shunchalik parladiki, hech kim beshini ko'tarolmay qoldi. O'tirida tik turgan Shammil alayhissalomning "Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Ey Allohning solih bandalari" deb xitob qilg'ini o'nglandi. Javoban, "Sizga ham Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Ey Allohning payg'ambari" degan guldirlagan ovoz yangradi. "Bizlarga nima elib keldinglar? Ey Allohning farishtalari" deb sual so'radi Shammil alayhissalom. Rabbimizdan xotirjamlik elib keldik. Ushbu sanduqda siz so'rgan narsalar bor degan qudratli ovoz jarangladi quloqlarga. Bir ozdan keyin Shammil alayhissalom "Beshinglarni ko'taringlar, ey Bani Isroil." Hamma odam beshini ko'tardi. Odamlar kiyimlarini chang tuzongdan qiqib, o'rnidan turib nazari selib Shammil alayhissalomning yanida turgan ulkan sanduqni ko'rdi. Bu Musa va Harun alayhissalomning narsalari silingan sanduqdir. Alloh buni Talutning podshohligini bildirish uchun tushirdi. Buni inkor qiladiganlar oranglarda bormi? deb so'radi Allohning elchisi. Hamma sukut qildi. Bir necha minut oldingi qo'rqinch texi qalblardan butkul ketmagan edi. Allohdan keladigan hamma narsaga rozi bo'linglar. Bu sizlarga dunyo oxiratda izzatni, sharafni, qudrat va buyuklikni, oxiratda jannatni beradigan ishdir, dedi Shammil alayhissalom. Ondan Talutni buyurdi. Ey Talut, sen bugundan boshlab Bani Isroilning podshohisan. Qavminga nasihat qil. Ularning dardlariga yetkin, jarohatlarga malham bo'l. Allah seni büyük iş için, yani büyük imtihan için tanladı. Allah'tan korkun. Talut, Shammil aleyhisselamның yanıga çıkıp sözleşke başladı. Ey Bani İsrail, Allah'a hamdlar olsun. Faqatla u maqtashga loyiq zatdir.
Allah'tan korkunglar. Fakat u korkuşqa eng loyiq zotdir. Bani İsrail öz oldida bir qo'y boqquchini emas, balki bir podshohni ko'rdi. Talut so'zini davom qilib: Adolat degan har narsa o'z o'rnida bo'lish demakdir. Zulm degan bir narsaning o'z o'rnidan boshqa joyga majburiy ko'chirilishdir. Podshohning zimmasida ikki ish bor. Har ishni o'z o'rniga qo'yib, fuqarolarga nasihatjon, har bir ishida adil bo'lish. Yana biri yurtni bosqinchidan himoya qilish. Ey Bani İsrail, meni ulug'lamanglar. Menga ta'zim qilmanglar. Meni maqtamanglar. Meni o'z bilinglar. Hamma odam o'z ishini bilib qilsin. Jinoyatchi ishimizdagi bosqinchidir. Men ularni albatta jazolayman. Allohning elchisi Shammil alayhissalom yo'lboshchimizdir. U kishiga shaksiz agishiman, itoat qilaman. Har kim halol narsani kasb qilsin, haromdan to'xtasin. Sizlardan meni yeb ichirishni so'ramayman. Sizlardan halol yeb ichishinglarni talab qilaman. O'zaro mehribon bo'linglar. Qo'pol bo'lmanglar. Beparasat bo'lmanglar. Yolg'on gap qilmanglar. So'zlaganda rost so'zlanglar. Biringlar yana biringlarni qo'rqitmanglar. Hech qaysinglar xohlagancha boshqalarni bo'zaq qilmanglar. Bir-biringlarni o'ltirmanglar. Bir-biringlarning ustidan xohlagancha hukm chiqarmanglar. Bir-biringlarni satmanglar. Hukm qilish uchun Allohning elchisi, ijro qilish uchun podshohinglar bor. Hech kim terisining rangi, boyligi yoki mol-mulki sababli afzal emas. Allohning nazarida afzallik taqvolikda. Fazilatni Alloh beradi. İnsanlardan kim afzal ekanligini Alloh hal qiladi. O'zinglarning naqs aqlinglar bilan gap qilmanglar. Hasadxo'r bo'lmanglar. Hasad qilib bir-biringlarni sharmanda qilmanglar. Nahaq odam o'ltirmanglar. Qo'rqinchoq bo'lmanglar. Qo'rqish kerak bo'lsa, Allohdan qo'rqinglar. U zot sizlarni himoya qilishga yetarlik. Pak bo'linglar. Alloh paklikni so'yadi. Go'zal bo'linglar. Alloh go'zallikni yaxshi ko'radi. Paklik bo'lsa go'zallikdir. Go'zal narsalarning hammasi pakdir. Boshqalarni ayblamanglar. Aybini o'zinglardan izlanglar. Rabbimizning taqdiriga rozi bo'linglar. Baxit ana shuningdadir. Xiyonatkor bo'lmanglar. Ey Bani İsrail, yaxshilikning mukofoti bo'lgandek, yomonlikning ham jazosi bordir. Adolatda izzat va sharaf bo'lgan kabi, zulmda xorlik va halokat bordir. Jasoratda omonlik bo'lgan kabi, qo'rqinchoqlikda halovatsizlik va xatar bordir. O'zaro do'stlashishda qudrat bo'lgan kabi, adovatda zaiflik bordir. Bir-biringlar bilan do'stlashish uchun yaxshi sabab izlanglar. Dushmanlashish uchun yomon sabab izlamanglar. Dushmanning zulmiga sabr qilishdan ko'ra, ota-onalarning, qarindoshlarning, do'stlaringlarning nuqsonlariga sabr qilish yaxshiroqdir. Yaqinlaringlarga sabr qilsanglar, Alloh xolisa ular isloh bo'ladi.